Siz men uchratgan qizlar ichida eng chiroylisiz. O'zicha, unaqa ko'p yemayman. Faqat bu yerning ovqatlari zo'r ekanda, ishtaham ochilib ketdi. Osh bo'lsin. Endi Yevropada kemalarimiz bor. Shu kemalarni ijaraga berish bilan shug'ullanaman. Rostdan. O'rgildim sendagi xo'jayindan. Uni buni qo'y. Molda yergan ha? O'tir. Bos. Ha, yigitni guli, qayoqqa? Haligi jonim bilasanmi? Ozgina ishim chiqib qoldi. O'chirchakagina, mashaynik. Hech bo'lmasa, yegan ovqatingni pulini to'lab ketmaysanmi? Aka. Shu qizlar ham ko'zi ko'rmi deyman-da. Seni nimaga uchishadi hayronman. Krasavchik bola bo'lsam, menda ayb nima? Yuzingga mashinik deb yozib qo'ygan bo'lsa, qanaqasiga krasavchik bo'lasan? Hayronman. Xullas erkaklardan o'ch olmoqchiman. Voy, bu nima deganing? O'zimga birorta yaxshisini topib olaman-da, keyin hamma narsasini nomimga o'tkazib olaman.